Biz o'sha murojaat qilib ketgan bemorlarni urologik muammolarini bartaraf qilishda imkon qadar to'liq o'sha qamrab olishga harakat qilmoqdamiz. Konservativ deymiz, dori darmonlar orqali davolashmi yoki oddiydan tortib murakkab operatsiyalargacha bo'lgan davo usullarimi uni to'laqonli qamrab olishga harakat qilib boryapmiz va bu uchun o'zimizni moddiy texnik bazamizni doimiy ravishda boyitib bormoqdamiz va shifokorlarimiz malaka oshirish kurslarini o'tib kelmoqda. Lekin hamma holatda ham murojaat qilib kelayotgan bemorni xastaligida to'laqonli biz masalan qamrab ola olmasligimiz mumkin. Bu xastalik qanaqadir klinikamiz imkoniyatidan tashqari holatlarda davolashga yoki tekshiruvlarga muhtojlik sezilishi mumkin yoki bu tabiiy holat albatta. Masalan murakkab texnologiya yoki juda murakkab operativ davolash yoki qanaqadir bir tizimli tekshiruvlarni talab qiladigan xastaliklar uchragan holatlarda biz to'g'ridan to'g'ri bu bemorlarimizni dastlabki tekshiruvlarni o'tkazgan holatda albatta tashxisni birlamchi dastlabki va o'sha kerakli tashxisni qo'yganimizdan so'ng davolash taktikasiga kelganda masalan bizning klinikamizda bu davolash taktikasi ayni kunda hali yo'lga qo'yilmagan bo'lishi mumkin yoki bu borada tajribamiz yetarli bo'lmagan holatlar aniqlanishi mumkin. Bunaqa holatlarda to'g'ridan to'g'ri biz bemorlarimizni ovora bo'lmasligi uchun to'g'ridan to'g'ri biz o'sha kerakli manzillarga, kerakli o'sha shifokorgacha yo'naltiramiz va yo biz ishlaydigan o'sha poytaxtda bo'lsin, boshqa kerak bo'lsa o'sha O'zbekiston sharoitida ham hattoki imkoniyatsiz bir ayrim holatlar bo'lishi mumkin. Bunda chet ellar bilan ham hamkorligimiz bor. Chet el klinikalari bilan o'sha malaka oshirib kelgan ayrim shifoxonalarimiz u yoqda bizga maxsus bir yo'nalishlarda ta'lim bergan ustozlar bilan doimiy ravishda uzviy aloqada bo'lib turiladi klinikamiz va shular orqali bemorlarni o'sha ayni sog'ligiga erishish uchun talab qilinadigan davo usullari qayerda borligi yoki qaysi usullar ularga zarurligini to'g'ridan to'g'ri bemorga tushuntirilgan va o'sha yo'naltirilgan holatda ularni og'irini yengil qilishimiz bu bizning vazifamiz va bu holat doimiy ravishda klinikamiz tomonidan bajarib kelinadi.